Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarining Amerikaning tashviqot ekanligini isbotlash uchun borgan muxbir yig'ilish lagerlarining Abdu Bashirsini oshkorladi. Kanadalik Alban muxbir Ulisi Jazici atalmış Amerika tashviqotini isbotlash uchun Sharq Turkistonga ziyoratga borgan bo'lib, o'ylamagan yerdan o yig'ilish lagerlarining shohidi bo'lib qoldi. O ziyoratdan keyin bir video e'lon qilib, yig'ilish lagerlari masalasida Xitoyga qarshi elib berilayotgan Amerika boshchiligidagi xalqaro tashviqotni isbotlash uchun borganligini, lekin u yerda ko'ginning turmaga o'xshaydigan jazo lageri va mas'um Uyg'urlarning kollektiv tutqun qilinganligi bo'lganligini aytdi. Dünya Bankasının Xitoyga Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari uchun pul i'ona qilganligi bildirildi. Dünya Bankasının atalmış texnika va kasbiy ma'rif programmasi ostida Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga 50 million dollar i'ona qilganligi o'ttirg'i chiqdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti bu satchilikni oshkorlagan bo'lib, Kengash palata a'zolari McGovern bilan Marco Rubio Dünya Bankasının boshlig'i Davud Malpasga bu haqda maktub yozgan. Maktubda Dünya Bankasıdan yig'ilish lagerlari va rayonda oz sonli millatlarga qaratilgan zulmlar davomlashyapti yo'q deb so'raldi. Va Xitoy hukumatiga pul berish davomlashsa, buning sababini bizga aytib bergan bo'lsangiz deyildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining bayonotchisi Stephen Dujarric İsrailya, G'azza, Livan, Suriya, Iroq va Saudiya Arabistonni o'z ichiga olgan holda rayonda jumadan buyon odamsiz aeroplan, boshqariladigan bomba va havo hujumi ko'ryapmiz. O'rta Sharq yangi bir qalayimqonchilikqa bardosh berolmaydi dedi. İsrailyaga tava odamsiz aeroplanlar, urush aeroplanlari va urush paraxotlari pat-pat Livan sohiliga tajovuz qilmoqda. Livan doiralari har fursatda buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga olib chiqadi. Yamandagi Eron qo'llayotgan Husiylar bo'lsa, bugun Saudiya Arabistonining poytaxti Riyoddagi eng muhim harbiy nuqtalardan birini odamsiz aeroplan bilan bombardimon qilganligi bildirildi. Saudiya Arabistoni texi bu haqda bayonot e'lon qilmadi. Amerika Mudofaa Ministrligi 5 burchakli bino maslahatchisi Allen Lori Turkiyaning F-35 turidan chiqarilishining chekinish imkoniyati bor yo'qligi haqida Turkiya bir ittifoqdoshimizdir. Bizga nisbatan strategik bir ittifoqdoshdir. Bu sababli har vaqt dialogni davomlashtiryapmiz dedi. 5 burchakli binoda Amerikaning harbiy aslahalar setish va yo'tkash tartiblari haqida axborot e'lon qilish yig'ini ochgan Lori Turkiya bilan Amerika orasidagi F-35 krizisi haqidagi savollarga javob berdi. Türkiye'nin F-35 türü içinde işlep çıkarılgan 900'den artıq zapças hakkındaki sualga cevap bergen Lord, bu 900'den artıq zapçasının hemmesini Amerika'da işlep çıkarıldı dedi. Amerika prezidenti Donald Trump, İran prezidenti Hasan Rouhani bilan ko'rishishga yeşil chiroq yoqdi. Trump Rouhani bilan ko'rishish haqida shartlar to'g'ri bo'lsa qabul qilaman dedi. Trump Fransiyaning Eron bilan Amerika orasida yarashtiruvchilik roli haqida so'ralgan savoliga Eron 2,5 yil burun vazifaga o'ltirgan vaqtimdagi bir davlat emas. Eron birinchi nomerlik terrorlik davlati edi. Vazifaga kelgan vaqtimda 18 to'qinish rayoni bor edi. Hammasi Eronning qo'llashiga erishadi. Eronning cho'ng yo'shirin kuchi bor. Hokimiyat almashishini va yoki rahbar almashtirishni nishon qilmadi. Yadro qurollari va boshqariladigan bombaga ega bo'lmasligini, kelishim muddatining texnik uzun bo'lishini umid qilamiz deb javob berdi.